Mani deb klinikaga kelganda kemaylar o'lib ketasizlar bu yoqda. Sigaret chekkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, mani xonamda to'g'ri men bilan birga parovoz, xirurg bilan naq qo'y. Sigaret chekib o'tiradi tepamda. Kim sana operatsiya qildi? Bir pachkalar sigaretga ruxsat berganlar. Jabal bilan 5 ta turamanman. Kim qaysi hujjat yo'llab sana operatsiya qildi? Doston qildi, hammasini hujjati yo'q. Men bilan detskiy ortoped ekan, undaga ham. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni. Yo'qlar klinikani, men reklama qilyapman, odamlar o'lib ketsa men javobgar bo'lmayman. Assalomu alaykum hammaga birinchidan rahmat, menga duo qilib, meni qo'llab-quvvatlab yozayotganlarga. Men abdominoplastika liposatsiya qildirganman 3-mart kuni. Shu bilan 25 kundan buyon men yotdim. Menda nekroz bo'lib qolgan, operatsiyamni ertasi kuni qora o'sha dog'ni ko'rdim. Bu nima desam, gematoma bu qon talashib qolgan, ketadi deyishdi. Shu bilan 25 kun shuni ketishini xohlab, keyin 25 kundan xavotir olib boshqa doktorlarga jo'natsam, bu nekroz srochni qarating deb bir emas 5-6 ta abdominoplastika boshqa vrachlar menga aytdi. Keyin men bularga aytib janjal qilganimdan keyin mana 5 kun bo'ldi, men apparatni qo'yishdi. Qora joyini olib tashlaylar dedim. Qora joyimni olib tashalgan mana hozir 5-kun olingan. O'ngni qorin ochilib yotibdi, yog'i bilan mana shu apparat gubka qo'yib qo'yilgan. Shu bitta iltimosim sizlardan, bu medkonsultat klinikaga boykot e'lon qilib, bu yoqqa kelib hech qachon не только abdominoplastika, liposatsiya, любой operatsiyani qilmanglar. Meni operatsiya qilgan 2002-yil bolaning ustozlari Gulistondan kelgan, dokumenti yo'q bo'lgan insonlar meni operatsiya qilgan, institutda o'qigan, operatsiyaga kirishi mumkin emas bo'lgan insonlar operatsiyada shu qo'pol qilib aytganda qassoblik qilgan. O'shaning uchun hech qanaqa даже qo'linglarni привязка qilgani ham bu yoqqa kelmaydi. Boykot e'lon qilishinglarni so'rayman sizlardan. Hammaga rahmat, boringlarga shukr. Hozir Kokoshga ayrim savollar berdik. Sen istoriyani har kuni kelib, istoriya boleznida temperaturalaringni o'lchaganmi? Bir oy davomida necha marta sendan analiz olishgan? Bugun 3-sini olishdi analiz. Bugun 3-sini olishdi. Birinchi operatsiya. Har kuni temperaturang o'lchalganmi? Yo'q. O'lchalmagan. Hozir men istoriya talab qildim, istoriya boleznini ko'raylik deb, ya'ni oilasi bilan birgalikda, amalari bilan birgalikda. Istoriya boleznini imенно vipska hech narsa hali ko'rsatmadi, 1,5 soatda ko'rsatamiz deyildi. Va vrach bizga aytdiki, oxirigacha turib beraman, haqiqatan bizning xalatnistimiz bo'lgan deb aytdilar. Yana buni уточнить qilish kerak, что bularning eng katta vrachlari faqat 6 marta kirgan ekanlar yonlariga, og'ir ahvol bo'lganda kirilardi ekan. Terini kechiginda olib tashlaganimizda 3 marta narkoz berib deyilganda 30 qavati zarar ko'rganligi uchun olib tashladik deyildi. Hozirda bu temani ko'targan, bundan oldin ko'targan shoiraga mana Barchin hamma hozir oyoqda turibdi. Hammamizni sog'lig'ini tilab shu yerdamiz. Shu yerdamiz. Bu yerda nimani aytmoqchiman? Hozir mana Jasmin yo'lda kutib turibdi. Men o'zim shaxsan kutib olaman. Shaxsan больницаlarga yotqizib, polni oyoqqa qo'yishga yordam beraman. Vaqtni o'tkazmaylik, aybdori qidirmasdan tezroq oyoqqa qo'yaylik deyapti. Bizning ham maqsadimiz shu. Shuning uchun duo qilayotganlar, so'rayotganlar hammanglarga rahmat. Holat bo'yicha sizlarga tushuntirdik. Hozir imенно Umid aka vrachlar tushib ketdilar pastga. Hozir menga vypiskalarini, umuman bo'lgan holatni hammasini yozib beraman dedilar. Biz Turkiyadagi mutaxassislarga yuboramiz va O'zbekistondagi mutaxassislarga ham murojaat qildik. Bular ham qilishgan ekan, hozir yana konsulyum qilish uchun boshqa vrachlarni ham taklif qildik. Vaqtni yutqizmaymiz, tezroq sog'lig'ini oldini olish uchun harakat qilamiz. Shundoq ham 1 oy vaqt o'tib ketilgan. Mana 4 kun bo'libdi, sal harakatga kirib qolishgan. Ungacha na issig'ini o'lchashgan, na kirib nima bo'lyapti, nima qo'yyapti. Endi bu temani men polni ko'tarmoqchi emasman. Avvalambor sog'lig'ini ko'tarmoqchimiz. Bizga birinchi o'chirda sog'liq. Assalomu alaykum azizlar. Mana biz Kokosh oldiga keldik. Hamma shu yerda ekan. Shoirpam bugun yo'q ekanlar. Otabekova o'shancha qolgan insonlar hamma shu yerda. Mana opa tindirmayaptilar. Hamma yoni bor, bomba yondirib tashyaptilar. Mana Kokosh. Xullas, Xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Ertaga Xudo xolasa, ha opa? Ha, Xudo xolasa ketkazamiz Turkiyaga, davolaymiz. Hamma sog'ayib ketishini xohlayapti. Hozir hammamiz keldik. Sog'lig'i uchun, sog'liqni saqlash hammamiz birgalikda harakat qilamiz. Hozir Turkiyadan javob kutyapmiz. Shunaqa.
Sog'ayib keting, xalq sizga faqat duo qilyapti, Ko'kosh. Rahmat. Bizani kuzatishda davom etinglar. Albatta chotki bo'ladi. Man o'tgan safar hammalariga ham aytdim. Bu dugonalariga ham aytdim. Videoga olayotgan dugonalariga ham videoga olish uchun mendan ruxsat so'rashingiz kerak edi. Dugonalariga ham aytdim. 1,5 oyda уже bemalol syomkaga chiqadilar deb. Bo'ldimi shu gap? Bo'ldi shu gap. Mana shu. Xo'p, endi Ko'kosh sanda qolayotgan gap, bularda qolayotgan gap. Hamma siz ham o'tiring, bir-birimizdan ko'rib o'tiraylik. Yo'q, hozirgi holat bo'yicha yo'q, boya buni aytdim-man. Infeksiya tushirish haqida boya sizga aytdim, ko'pchilik mumkin emas dedim, endi e'tiborsiz man boya shu gapni hammaga aytdim. Mumkin emas. Hozir borib menga aytsa, infeksiya deb. Yo'q, odam soni ko'paydi yana boyagidan. Boyagidan emas, Umidaka. У меня все в телефоне есть. Все. Bemalol. Всё. Men o'tdim sizga. Shuni biling bo'ldi. Все есть у меня telefonda. Diktafondan, video ham, rasmlar ham har bitta odam. Odam bitta narsada psixik haligi onkologiyada ham suv bersa davolanib qoladi. Yo'q, siz xohlaysizmi bo'ldi, o'tdingiz. Oppoq bo'lsa ham yo'q dedi. Men bu chunki u sizni shuncha kun davomida ko'rmadim yaqinda. Oxirigacha gaplashib ololmadim. Gaplashib olinglar, Ko'kosh. Sen hozir mana. Yo'q, hozir mana gaplashib oling. Turkiya hozir mana ular berdigani uchun siz bilan vrach bilan siz. Yo'q, mana biza gaplashib olishimiz, gaplashyapmiz. Umidaka bilan cho'zilyapti. Cho'zilyapti, aytyapman. Men yotib davolanmayman. Уже bu yerdagi ishlaydiganlar, bu yerning direktorlari, menejerlari men uyimdagilarga уже gezayib qarab, salomlashmayapti. Hech hamma dushmandek. Men bu yerda o'zimni ishonib qoldirib tura olmayman. Gaplashib olaylik. Hozir aka bilan gaplashib konkret fikr olgan. Turkiya vrach bilan gaplashmoqchi bo'lgani uchun xohlamagan, mana shu yosh bola sevinchiz qo'ymagan million marta meni oldimda Shoira Otabekova hamma guvoh. Necha marta telefon qildi. Men qo'rqaman, undan ko'ra meni ozdirmoqchi bo'lib reklama qilsanglar, menga mantaqa yutqizdiringlar dedi. Sizlar yo'q deb tirab oldinglar oyog'inglar bilan. Endi bunaqa yozyapsizlarmi? Xudodan qo'rqinglar, xo'pmi? Alloh bor-ku, ilohim bolalaringlardan ko'ringlar shu kunlarni. Menga operatsiya bo'lgan kunimdan shu kungacha kamera ochdi, operatsionni eshik kirdi, chiqdi, xonam hamma yetar yurgan turganlarim. Davay, ko'chaga chiqib ketibman, men ochilgandan keyin bara kameraga chiqqanman. O'zimni o'ylab, o'sha ochilib bo'lib suv ketgandan keyin. Hop, sigaret chakkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, meni xonamda polni men bilan birga parovoz, xirurglar naqo'y. Sigaret chakib o'tiradi tepamda. Kim sana operatsiya qildi? Bir pachkalab sigaretga ruxsat berganlar. Hujjat. Davay bilan 5 ta turamanman. Kim qaysi hujjat odam sana operatsiya qildi? Nima Doston qildi, hammasini hujjati yo'q. Men ham detskiy ortoped ekan, Umidaka ham. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni. Yo'qlar klinikani, men reklama qilganman, odamlar o'lib ketsa men javobgar bo'lmayman. Mani deb bu klinikaga kelganlar kelmanglar o'lib ketasizlar bu yerda. Umuman yopilsin bu medkonsultant klinika. Hammaga assalomu alaykum. Men Ko'kosh oldiga keldim. Ko'kosh hozir bari yonimda. Hozir biz mutaxassislar bilan gaplashamiz. Keyin sizlarga xabarini beramiz. Xullas, hozir bitta narsani bizdan shokka soldi. Ko'kosh orqasidan kelgan bir qiz, namda yotgan ayol, xuddi shunaqa operatsiya qilingan. Bariatriyadan keyingi operatsiyasi 12 soat davom etgan va assistent yordamchi biz sizni operatsiyangizni YouTube'ga qarab qildik. Bunaqa operatsiyani birinchi marta qildik degan. Nima deysizlar? Hozir men vrach bilan gaplashsam, vrach u shogird deydilar. Ularni shogirdlari bor ekan, Doston degan bola, g'isht zavodiga, sement zavodiga hammasiga o'sha bola yurar ekan. Og'ir ahvolda eng katta vrachlar xirurg kirar ekanlar. Baraka topsinlar, xirurg bilan biz gaplashdik, lekin nimaga men bu gapni aytyapman? Undan oldin assistent, ordinaturani o'qiyotgan assistent shogird operatsiya qilar ekan. YouTube'ga qarab